Assalomu alaykum hammaga. Bugun men Banisaga keldim. Malayziyaning Banisasini ichi mana shunaqa ko'rinishda. Hozir bu yerda sizlarga nimalar borligini va nimalar topsa bo'lishini ko'rsatib o'taman. Banisani ichida bularda Malayziyada bitta Pantaya Hospital degan bor-da, Banisa. Banisani ichidachi do'stlar hamma narsa topsa bo'ladi-da. Oziq-ovqatmi, nonmi, kosmetik mahsulotlarmi, meva, gullar, mana shunaqa mana ovqat konturlari, tortlar, hamma narsa bor. Men hozir Banisaga keldim. Ko'rikdan o'tishga. Sizlarga ham bir ilinay dedim-da, shu ko'rsatib nimalarini bu yerdagi coffee shoplar, ya'ni hamma narsa bor-ey. Umuman bu yerga Banisaga kelgan odam qiynalmaydi. Mana bunaqa nasi ovqatlari ham bor. Ichimliklar. Ko'chaga chiqib, ana qilib yotish shart emas. Ko'chadan topish shart emas. O'zi ichida hamma narsa, breakfastlar ham. Banisani o'zini ichida. Ko'chada nonushta qilish mumkin, obed qilish mumkin mana. Ichkarida ham toza havoda o'tirib kelgan kasallar bemalol gostinsaga kelganda dam olib ketishadi. Dam olibmiz. Endi yeb ichib ana dam olibdi. Family Smart degani, ya'ni mini market. Bu mini market ichida ham hamma narsa bor. Oziq-ovqat, kofe, marojeniy, nima xohlasa hamma narsa bor. Farmasiyalari bor, как farmasiy, ya'ni ichida kosmetik mahsulot, hamma narsa topsa bo'ladi. Bu yerda mana shu Banisada ko'chaga chiqib yoki nima deydi, qiynalish shart emas. Любой narsani topsa bo'ladi. Mana doktorlarning otlarigacha yozilgan. Shu yerdan kimga qanaqa doktor kerak tanlab olib, registratsiya qilib, keyin borib ko'rinadi. Mana urologist. Mana sxemalarga qaranglar, mana necha etajdan iborat va qayerda nima hammasi ko'rsatilgan. Va bu yerda mana meva, sabzavot, hamma narsa bor. Uzummi, gilosmi, xurmami, olma, avokado. Qimmat ham emas, mana qaranglar, 3 ta donasi 15 ringgit ekan. Ya'ni avokado 5 ringgitdan. Mana mera. $1 sal oshiqroq. Ana haftalarni o'dinglarni qaranglar. 100 grammi 5 ringgit, ya'ni 4 shaftoli 8 ringgit ekan, ya'ni $2 ga ozgina yaqinroq. Mana gilos qaranglar, gilosni kattaligini 20 ringgit 100 grammi. 1 kilosini bilmayman, hech pul bo'ladi. 100 grammi 20 ringgit ekan. 200 ringgitdan oshsa kerak. Mana do'stlar, Malayziyaning balnisalari shunaqa. Endi hamma joyi ham emas. Bu specialist bo'lgani uchun shunaqa-da, katta, ya'ni yaxshi balnisalardan ham bu yerda yaxshi doktorlar ishlashadi. Mana mevalar, anor, nima meva bo'lsa topish mumkin. Uzum, kivi, kokonat, klubnika, hammasi, короче. Mana ikkita
o'rik paketchasi 50 ringgit ekan, ya'ni bittasi 25 dan tushadi shunda. Mana ichida yil 12 oy klubnika bo'ladi. Banan. Sendvichga beradi mana har xil sabzavotlardan solib. Gul, sovg'a, mana shunaqa buketchalar. Bu yerda mana даже kitoblar va o'yinchoqlar magazinchalari ham bor. Shu banisani ichida bu o'zida. Mana book house.